Shunda kuniga 50 dollardan topsangiz, bir oyda 1,5 ming dollar topasizmi? Buni qo'yish shart emas, oshna yo'qmi? Andijonda taksilar bir kunda necha pul topadi? Aynan shuni aniqlash uchun o'zimni oshnam Kirakash Muhammad Rashid chaqirib qo'yganman. Oshna, sizdan bugun bitta iltimos. Andijonda taksilar necha pul topishini ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. O'zi necha soat ishlaysiz oshna? Oshna bugun o'zi 14 soatlik rejimda ishlayman. Sizga bugungi rezultatni zo'r qilib, bomba qilib qo'yib beraman oshna. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Agar sizlarga Andijonda taksilar necha pul topish qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar. Ana raqamlar bilan точно qilib ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa, albatta qiziq bo'ladi. Birinchi zakaz yaptık, üçüncü zakaz, beşinci zakaz akalar. 10-chi zakaz, 15-chi zakaz, 20-chi zakaz, 26-chi zakaz, 29-chi zakaz. Oshna, To'xtamadingizmi? charchab ketmadingizmi? Yo'q, oshna, ish qilib obunachilar bu rezultatlarga ishonishamikan oshna? Necha pul bo'ldi o'zi bugun? 800 ming. 831 ming so'm. Mana, natijalar. 200 ming so'm rasxod qildim. 150 ming gazga, oshna 50 ming so'm obetimga bu. 1 kunlik. Shunda bir kunda 50 dollar pul topyapsiz. Ha, shundan ham Bir oyda bo'ladi. 1,5 ming dollar. Uni qo'yish shart emas lekin, lekin. Nima deb o'ylaysizlar? Andijon sharoitida bitta Kirakash bir oyda 1,5 ming dollar topishi yaxshimi yo yomon? Buni kommentariyada yozib qoldiringlar. Xudo xolasa, har qanday ishchi ustasi yaxshi mehnat qilsa, yaxshi pul topa oladi.